Sherimi deyman, ikkita oqi. Bitta qo'rani qo'ygan, kelami? Sho'rda qo'dira. Bular ham butun ekanmi? Yo'q ular. Ularlari ham butun ekan, janovorlar ekan. Sho'rchilikka olib boqib turaman deydiganlar ekan. 200 kilo bo'ladigan variantlar. Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga dushanba 24-mart 2025-yil. Biz akalar Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Tekstilini oldidan sizlarga akalar yangi svejiy syomkamizni chiqaryapmiz akalar. Bu katta partiyada akalar bo'g'ma qo'chqorlardan kelgan ashulada ostida chiroyli qilib syomka qilib akalar real telefonlar aytishdi, menga shu boqmalari bor, semizlari bor deyshdi. Birga tomosha qilamiz akalar. Bir dona laykni bosib chorvaga bilan podlista qilib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar albatta o'ng tarafda qizil parcha tugmasiga bosib akalar bizga obuna bo'lishni ham unutmanglar akalar. Laykni bosinglar, o'z bilan kommentariyaga yozinglar, chiroyli qilib syomka qilib beramiz akalar. Bu qo'ylarimiz qat'iy keldi deganga akalar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Tekstilning oldiga yetib keldi akalar. Charchab aka oldinaymi, tuzuymizlar? Nechi bosh keldi? 60 ta 50. 60 dona? 60 dona akalar mana. Qo'chqorlarimiz keldi. Hammasi katta qo'chqor a? Hammasi katta. Hammasi akalar katta qo'chqorlardan kelgan. Akalar bemalol ekran nomerini telefon qilib aloqaga chiqsalar, uylargacha yetkazib olib berishadi mana. Qurbon hayitiga ana havoy bo'ladiganlardan qo'chqorlar. Charchagan qo'ylar. Chiroyli, chiroyli. Mana qo'chqor. Jullari qator olinib, qolgan olganlardan o'sib qolgan ekan. Boqishga tayyor jullarni oldirib egansizlar. Mana birinchi etajimizda ela tushib bo'ldi, mana ikkinchi etajimizda ela tushdi. 2 yashar bor, 2 yashar. Hammasi. Mana shu juni kaltalar 2 yashar, to'g'rimi? Tish buzgan. Tish buzgan ekan, mana juni kaltalarni qo'yamiz. Soni 30 dona ekan. Telefon qilsalar, addenni videosini ham qilib berishadi. Sizlar Telegramdan yozib qo'ysalar, videolar addenni tashlab berishadi. Narxini ham yo'lda qilib berishadi. Telefon qilsalar, akalar ishlarni ham bitirib berishadi. Bulardan tashqari ham hozir undan oldingi ham partiyalardan qo'chqorlarimiz bor akalar. Mana ba'zi qo'chqorlarimiz bor. Bemalol kelib, ekran nomerini telefon qilaverasizlar. Hozir ikkinchi etajdan ham chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Oldingidagilardan o'zi ancha yengillab qolibdi akalar. Mana qo'ralar bo'sh, xudo xolasa. Kelaverasizlar, narxlar yengil qilib berishadi. Ikkinchi etajimizda ela tushdi. Yengilroqdan so'raganlar, kichikroqlaridan ham bor ekan. Kichik ekan mashhur qo'chqorlar. Badanlari ham semiz ekan, kerak qo'ylar. Badani semiz, yemini yeb turgan qo'chqorlar ekan hammasi. Oqadan ham bor ekan oqlarini. Ikkita ajoyib oq tushdi. Sherimi deyman, ikkita oqi. Bitta qo'rani qo'ygan, kelami? Sho'rda qo'dira. Addenni tushirdi. Shu dahshat kazoda qo'ydi.
3 dona qo'zi kelibdi bu resimizda akalar. 3 ta ajoyibidan bor deyilyapti akalar. Mana. Tevada turibdi, hozir addenni ko'rsatib qo'yarganmiz ularga akalar. Qo'z so'raganlar. 3 ta va shu sveti ham chiroyli sen. İşte elbe başı staff bo'ladi. Oqlar, oqlar. 2 dona. Bir xilagan oqlar. Hozir qo'ralar bo'lib chiroyli qilib ko'rsatib beramiz akalar sizlarga. Hurmatli obunachilar mana 2 dona oqadan bor deyapmiz. Addenni hali ko'rsatmabdi deganlar bo'lmasin deb akalar addenni ko'rsatib qo'yamiz akalar. Oq ishqibozlariga akalar mana. Illasi qora ekan ular chiroyli qaranglar. O'zi addenni ham olingan ekan, o'sha ikkoviga. İşkovaldı koy, Ishqibozni qo'ygan. Bular ham butun ekanmi? Bularlari ham butun ekan jonivorlar akalar. İşkovalchilikka olib boqib turaman deydiganlar ekan. 200 kilo bo'ladigan variantlar. Mana. Yaxshi pul oldi, Aka-ukaga o'xshar ekan aka. 3 ta qo'zi ham bor addenni olingan a? Ha, 3 ta qo'zi. Qaysilar 3 ta qo'zi? Ko'rsatib bersin cho'ni. Cho'ni ham bitta ko'rsatib beraylik 3 ta qo'zini. Addenni olingan. Hozir mana yangi kelgan qo'ylarimiz qamaldagan. Mana shu birinchi qo'ra. Hop, mana bu ikkita. Hop, mana bu ishshaylar mana. Hop, 30 dona. 30 donasi o'xshi bitta olingan ekan o'zi. Hammasi tishi yorgan ekan. Yemini yeb turgan semiz qo'ylar ekan akalar bular. Lekin suv aykopda ekan qo'ylar, mana ko'ryapsizmi? Yaltiraydi. Qo'chqorlar zo'r ekan. Mana qo'ylar ichida yuradi. Birorta oladi. Poz olib. 3 ta qo'zimiz akalar, 3 qo'zi. 3 ta qo'zi ketdi xolos. Resimizda 3 dona qo'zi ketdi. Kashtanini qaraylik. Kashtanini qaraylik. Qasam olib. Mana yila qo'zi. Faqa haydinchi qanimi? Yorqqa svetdagi haydinchi. Yatirorsinmi? O'sha yoqqa yurasiz. Ha. Qo'zilar qarang. Vaqt hayda bor bunaqa. Shu yerda tursangiz vaqt yuradi. Voy jonivorlar. Bular necha oylik bo'lganmi? 3 oylik bormi bular? 3 oylik? Ha, bular 3 oy, ikkitasi 4 oylik, bittasi 3 oy. Ikkitasi 4 oylik, bittasi 3 oylik ekan. Uchovi ham qo'chqor a? Qo'chqor ekan, uchovi ham. Aloqa chiqarasizlar, narxni yo'lda qilib kelishli holatda. Ekran nomer telefon qilib, manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev tekstilni oldin videosini chiqaryapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi so'mkalarga ko'rsatib olamiz, o'zlaringiz to'xtasizlar.